bomdod namozida Umar roziyallohu anhuni bir baxtiqaro pichoqlab, jarohatlantirib, qorinlari yorilishgacha olib borib, zaharlangan pichoqni sayganda Umar roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidlarida qonga belangan holatda yerga yotib qoladi. Va hushidan ham ketadi. Abdulloh ibn Umarga aytildiki, otangiz uyg'onmayapti. Otangiz dunyodan o'tdi shekilli deganda, yo'q, otam uyg'onadi. Otamni quloqiga borib turib, as-saloh, namoz vaqti bo'ldi deb aytsanglar, otam o'ziga keladi deb aytdilar. Shunda Umar roziyallohu anhuga borib, namoz, ey amirul mu'minin, namoz deganda Umar roziyallohu anhu boshqa chaqiriqlarga uyg'onmagan Umar namoz deganda uyg'onadi. Qala asallan nas, insonlar namoz o'qidimi? insonlar namoz o'qidimi degan so'zlarni o'sha joyda aytganlar. Hozirgi kundagi biz mo'min musulmonlarga aytamiz. Kichik bir bahonani deb, bo'lmagan ishlarni deb yoki dunyoni ba'zi bir maqsadlarini deb namozni o'qimayotgan odamlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz o'qishlik haqida umr bo'yi va umrining nihoyasidagi so'nggi kalimalari ham namoz haqidagi da'vat bo'ldi. Umar roziyallohu anhu qonga belanib hushidan ketib o'ziga kelgandagi birinchi so'zi ham la hazza fil islam liman taraka as-salah. Islom dinida namozni tark qilgan inson uchun nasiba yo'qdir degan so'zlari bo'ldi.